Assalomu alaykum, bizni ko'rib turgan qadrli tomoshabinlar. UzRap podkast sonining 2-soni uzoq tanaffusdan so'ng yana efirga qaytmoqdamiz. Birinchi soni esingizda bo'lsa, testoviy tarzda do'stimiz Shaka bilan o'tkazilgan. Bugun yana bir do'stimiz, qolaversa, UzRapning eng yorqin yulduzlaridan biri, shov-shuvli ijodkorlardan biri bo'lmish Green 71 bugun bizning mehmonimiz bo'ldilar. Green 71, Shohjahon Sebzarskiy. Hamma nom to'g'ri keladi, xullas. Green sizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Mana endi yana ham yaxshi ko'rdik. Niqobga echganingizdan so'ng xush kelibsiz. Rahmat. Avvalo vaqt topib tashrif buyurganingiz uchun juda ham rahmat sizga. Suhbat, ya'ni intervyudan oldin, podkastdan oldin siz bilan kelishib oldik. Hamma savollarga batafsil javob berishga va'da berdingiz. Birinchi navbatda muxlislaringizni qiziqtirgan savol, ijtimoiy tarmoqda savollar e'lon qilindi va hammani qiziqtirgan savollarni beramiz. Dastlabki savolimiz, ijodda nima yangiliklar? Bugun biz bilamiz, yaqinda albom chiqardingiz, adashmasam. Umuman ijodiy yangiliklar haqida bugungi kunda. Ijodiy yangiliklar haqida men hozir faqatgina ishlayapman, Telegram bilan ko'proq ishlayapman. Telegram kanal ochganman, Green 71 Sebzor deb ochganman. Shu kanalga birinchi bo'lib tashalgan albomim bor, Mazini qilgan albomim bor. O'shandan boshlandi. Endi hozir albom yopdim. Oxirgi trek bor edi, uni men o'chirdim, ba'zi bir anaqalarga sabablarga ko'ra, chunki men sotib olmoqchiman u trekni. Shu uchun hozirda ko'p rejada bor, faqat ashula sotish rejamda bor. Ya'ni mualliflik qo'shiqlarni qilib, zakaz tarzida sotmoqchisiz, prodyuser. Minuslar yasash, shunaqa. Bu adashmasam Green 71 ni faoliyatida yangilik. Yo, avval ham yangilik, hozirgi yangilik shu. Endi men aytmoqchi bo'lgan narsam, meni yangi albomim bor. Conor medali degan albomim bor. Hozirda yozilyapti u. Ya'ni McGregor nazarda. McGregor medali haqida yozilyapti. O'sha ichida bor bir 7-8 ta ashula bo'ladi. Mini albom chiqib qoladi ana o'sha. Sir bo'lmasa, nega aynan Conor? Chunki de. Albom chiqsa eshitganda bilib olasizlar deng. O'zim ham вообще umuman sportsmenman. O'zim ham hozirda masalan ichmayman, chakmayman. Endi chakmayman, endi umuman. Tushundik. Sigaret ham chakmayman. Yaxshi. Endi men vaqtida o'zi qilganman u narsani. Yosh bo'lganman, shu uchun qilganman. Tushunarli. Umuman rap yozishda nimalarga e'tibor berasiz? Men tasavvur qilaylik, bitta ashula yaraldi. Dastlabki e'tibor nimadan boshlanadi? Birinchi qadam. Ya'ni ilk qadam mana bir ashula yaralayotganda nimadan boshlaysiz? Birinchi bo'lib ilhomlanish mana. Tekst birinchi yozasizmi yoki minusga qarab yozasizmi? Men birinchi minusni olaman, minusni eshitaman, keyin ustiga freestyle xayol keladi. Freestyle qilib o'tiriladi, ana o'shanda keladi keyin. Yozib olaman keyin. Audio zapis yoqib qo'yaman deyman, diktofonni gapirib o'tiraman ashulaning ustiga. Yoki videoni yoqib qo'yaman. Demak, sizni birinchi bo'lib asosan musiqa ilhomlantiradi va o'shandan keyin siz tekst yozishga kirishasiz. Qoyil, Greenni daromad manbai nimadan degan savol keldi. Bu umumiy, ya'ni rapdan tashqari ham qanaqadir hayot tirikchilik uchun qiladigan sir bo'lmasa, bormi shunaqa faoliyat? Daromad hozirda hech nimadan menga kelmayapti. Hozir men uyda o'tiraman, faqat dam olaman. Bugungi kunda ya'ni. Chunki men ko'p tanaffus qildim men. Shu uchun hozirda endi daromad kelishi bo'ladi, xudo xolasa. Ya'ni rejada bor keyingi albomdan yaxshiroq. Bu albomdan ham keladi, bu albomni men hali YouTube'ga qo'ydirishim kerak, boshqa qilishim kerak. Bir ikkita joylar bilan shartnoma qilinganda, hozir u shartnomalarni bekor qilmoqchiman. O'zi sekin-sekin shu mavzuga yaqinlashyapmiz. O'zi umuman savol terilganda ochig'i juda ham bir keskin savollar, ya'ni sizni shaxsiy hayotingizga doir, ijodingizga doir, ya'ni umuman bir shov-shuv ko'taradigan, o'zi bir shov-shuvli insonsiz, har taraflama. Shu savollarni birin-ketin boshlasak, dastlabki ko'pchilikni qiziqtirgan savol, orada e'lon qilindi Harmoniya Music bugungi kundagi adashmasam yagona label bu, agar boshqa qandaydir kichik ochilmasa, shartnoma tuzdingiz va ma'lum vaqt ularni ijtimoiy tarmoqlarda sizni ashulangiz yangrashni boshladi, ya'ni kliplaringiz, MP3laringiz. Va orada e'lon qilindi, shartnoma bekor qilinganligi, lekin savollar qoldi. Sababi aniq e'lon qilinmadi. Nima voqea ro'y berdi shartnomani bunaqa qisqa muddatda bekor qilishga? Men endi normalniy 20 ta ashula yozib qo'ydim albomda. Har bittasini tashlashni boshladim, ishqilib bugun bo'lmaydi, ertaga tayyor bo'ladi, bunaqa bo'ladi. Ozgina kuttirib, anaqa qildi. O'shanga
noto'g'ri kelishmovchilik bo'lib ketib, yerda menga yoqmay qoldi ishlash bu odam bilan, shuning uchun ishlamadim. Keyin bir ikkita chipili qilishganiga mayli deb indamadim boshida, keyin oxiri u odam deganingiz kim? Atmay qildim shartnomani. U odam o'zi yozdi, siz bilan unda anaqa bo'lsa atmay qiling shartnomani. Shuni atmay qo'ydim. Yo'q, u odam deganingizda hozir kimni tushunishimiz kerak? O'sha yerda ishlagan harmoniya muzika. Ya'ni harmoniya muzika shu ma'muriyati deymizmi, rahbariyati deymizmi, o'sha yerdagi insonlar. Tugatib oldim. Shundoq. Demak, qandaydir kelishmovchiliklar bo'lgan. Juda qisqa vaqt ichida bo'lib ketdi. Ya'ni shartnoma imzolaganingiz bir quvonchli xabar bo'ldi, lekin oradan hech qancha vaqt o'tmadi va birdan endi internetda har xil gaplar tarqadi. Kimdir qanaqadir moddiy taraflama kelisha olmay qolishgan deyishdi, kimdir Greenning so'nggi paytlardagi o'sha ijtimoiy tarmoqda yurish tutishi ma'qul kelmagan. O'sha asli sababini biz o'zingizdan bilmoqchi edik va ular bilan ham albatta bog'lanamiz bu borada agar kelgusida intervyu bo'lsa. Shuni agar qarang, sir bo'lsa mayli, agar kartalarni ochmoqchi bo'lmasangiz. Sir emas, ozgina menga yoqmagani uchun. Ya'ni vaziyat sizni qoniqtirmagan, ya'ni. Ashulalarni vaqtida qo'ymagani shunaqa. Shuning uchun o'z 5-6 narsa qo'yilgan turuvdi. Hali ham turibdi. O'chib turardim. Ha, o'chib ketdi. YouTube kanalidan polniy o'chirdim. Udalit qo'yardim, udalit qo'yardim. Tushunarli. Tushunarli. Keyingi savolga o'tamiz. Hozir nima deb atashga hayronman. Ya'ni jama haqida so'ramoqchi edim. Sizni adminingiz uzoq yillar mobaynida yana mafhumlik orada paydo bo'ldi. Chunki siz shu davolanish kursidan o'tayotgan paytingiz asosan jama 71 orqali biz eshitib turardik siz haqingizda yangiliklarni. Lekin orada nima bo'ldi, nima qo'ydi? Orada qandaydir sizni birga ko'rmay qoldi muxlislar, ikkingizni sababini hech kim ochiqlamayapti. Sir bo'lmasa nima bo'ldi orada? Sir bo'lmasa bilmayman, bir ikkita ma'lumotlar menga tushib qoldi qilgan ishlar bo'yicha. U aytdiki, bu sun'iy intellekt bir nima dedi. Ya'ni jama shunaqa degan. Jama shunaqa dedi. Endi men ham indamadim, shunaqa bo'lsa shunaqa dedim. Keyin jahlim chiqdi, bir nimalar deb gapirib, har xil papsalar menga gaplar, mana shunaqa narsalar yetib keldi. Bir ikkitasi endi qarochi keyin ashula aytgan ekan, mani nomim qo'shib aytilgan ekanda, aytdi. Green manaqa bunaqa bo'lmalarni fanatlarimga qarochi so'kib tashalgan, bir nima qilib tashalgan. Keyin men aytdim ularga, nimaga sanlar unaqa qilsanlar deb. Nega qo'shib olsanlar meni nomimni? Qo'shmaman nomimni deyildi, aytildi ularga. Ya'ni siz demoqchisizki, jama qayerdadir siz yo'q davralarda sizni adresingizga, manzilingizga noo'rin gaplar qilgan demoqchisiz. Noo'rin gap emas, to'g'ri gaplar qilingan kimdirlarga aytilgan. Aralashma tipa Green 71 ga osilma tak gaplar bo'lgan. Endi men ularga aytmaganman, что bunaqa aytgan deb ruxsat bermaganman-da o'zi. Men kutmaganman. Ya'ni cheklov qo'ymagansiz. Qo'ygan keyin unaqa shu. Ertaga endi muammo bo'lmasin deb men ularga gapirdim keyin. Nega qilasan bunaqa? Nimaga bunaqa aytasan shular men nomimni qo'shib deb. Demak, to'g'ri tushungan bo'lsam, bugungi kunda jama bilan orangizda ya'ni hech qanday aloqa yo'q. Bor, hammaligi bilan bor. Общение bor. Gaplashdim ma'ni kuni, jama bilan ham telefon qildim. So'radim, bir ikkita narsalarni so'radim. U hozirda ham admin o'zi umuman, u ham hozir ham admin. U bilan hali ya'ni sizni adminingiz. O'tirib gaplashilmadi o'sha jama bilan. Birinchi oldin o'zi bilan o'tirib, gaplashib. Ya'ni vaziyatga siz yana ham oydinlik kiritmoqchisiz, o'zi bilan suhbat qilib. Oldin o'zi bilan suhbat. Endi bolalarga ham aytdim, qizlaring gaplasharingchi, nima holatda. Menda fakt turibdi qo'limda. Keyin men o'zim problemligim, nima menga tushgan, qanaqa menga video tushgan. Ya'ni aniq dalillaringiz bor. Men o'sha video bilan shunda o'ziga ko'rsatsam, o'zi keyin o'zi tushunib olar, o'zi aytar, bu bekordan men ko'rsatmayman unaqa videolarni. Ras shunaqa bo'lib chiqsa, agar o'sha narsa fakt bo'lib chiqsa, bo'ldi. Shundoq, qarochi. Jama qandaydir aybini tan olib uzr so'rash, shunga o'xshagan harakatlar bormi? Yo'q, bu ishni qilmaganman. Hozirda ko'p odamlar o'zi uzr so'rashi kerak joyi. Kelib turib mendan. 10-15 ta odam bor ichida. Ya'ni bu siz yo'qligingizda bo'lgan voqealar bular. 10-15 ta odam menga juda ham katta taranitsa qilib, menga vmagat qilgan joyi bor. Ana o'shalar kelib, agar shu hurmati bo'lsa ijodni kelib gapiradi, o'zini aybini tan oladi, keyin bir padomit qilamiz. Ja bo'lmasa men aralashmayman o'zi unaqa narsalarga. Men ularning muammosiga men orqamdan kelib o'tgan anaqa papsoviy gaplar. Sizga birinchi marta emas. Bunday holat.
million marta ham kelgan. Million marta ham bo'lgan. Xabarimiz bor ko'p gaplardan. O'zi umuman UzRap'ni kim bilan do'stlaringiz kim? Ya'ni men faqat ijodiy taraflarni aytyapman, ya'ni hayotiy emasda. Ijodiy taraflarni do'stlaringiz kim o'zi? Kimlar bilan aloqa qilasiz? Ijoddan tashqari qandaydir bir yig'ilib, mana choyxonalar bor har xil yoki bir shunga o'xshash. Ijoddan menda hech kim do'st emas. Ijodda do'stingiz yo'q? Yo'q, do'stim yo'q. Hurmat qilaman barcha ijodkorni. Bu qarorga, ya'ni bu narsani qachon tushunib yetdingiz, aniq do'stingiz yo'qligini? Aniq do'stligim yo'qligini yaqinda men tushunib yetdim, chunki o'zim hozirda o'zim ibodat qilaman, boshqa qilaman, shunga qarab Allohdan so'rayman. O'zi insof ber deb so'rab yursa, o'zi yon atrofida olib tashlaydi Alloh. Yomon odamlar. Shunday gaplar yuradiki, ijtimoiy tarmoqlarda, mana izohlarni o'zingiz ham o'qisangiz kerak. Greenni atrofidagi muhit, ya'ni go'yoki emishki, o'sha atrofingizdagi insonlar sizni buzar ekan, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni siz mana to'g'ri yo'lga kiraman deganingizda ham muhit qandaydir sizga bir o'ziga xos bosim bo'lar ekanda. Shu fikrga qanchalik qo'shilasiz va nima deb izoh berasiz shu gaplarga? Atrofingizdagi o'sha buzadi ba'zi insonlar qatlam Shohjahonni, ya'ni Green 71 ni buzadi degan gaplarga kimlar nazarda tutiladi umuman va siz bunga nima demoqchisiz? Qanday o'zingizning fikringiz qanaqa? Buzadi degan muhitlar hozirda men atrofimda bunaqa odamlar yo'q. Hech qanaqa atrofimni muhitni buzadigan, boshqa qiladigan yo'q. Oldin mana masalan u odamlar menga yoqqani bilan boshi yonimdagilarga masalan yoqmasdi-da, kim bilan yuribsan derdi-da menga. Akazivisi men bilan hayotiga o'zim umuman aralashmayman unaqa desam, masalan kimdir bilan ko'rsam kim bilan yuribsan demaganman jizimda. Ular o'zi menga gapiradi shunaqa. Men kimdir bilan yursam, kim bilan yuribsan shunaqa bosim qiladi. Menga o'rtoqlarim bosim qiladi, keyin o'rtoqlarim masalan onamga aytadi, keyin onam menga bosim qiladilar shunaqa. Hozirda masalan menda juda anaqa qiyin ahvol hozirda. Men ko'chaga masalan chiqib ketishimdan oldin mendan so'rashadi, "Qayerga chiqib ketyapsan?" deyiladi. Bu ya'ni xavotir olib so'rashadi. Shunaqa. Qayerga chiqib ketyapsan? Nimaga chiqib ketyapsan? Qanchalik chiqasan? 2 minut vaqt masalan, shunaqa. Shundan tushib chiqaman deyiladi. Podestga tushaman yoki uydaga tushaman, bo'ldi shunaqa. Ya'ni oilangiz tarafdan qattiq nazorat ostidasiz hozir. Qattiq nazorat, juda ham strogiy. Shunaqa. Men bir marta ham anaqa qilmayman. Uyda masalan, nima deydi? Parajeniya deydimi, nima chepqa qilmayman. Ya'ni nomaq bo'lishlarni narusheniya yo'q. Qilmaysiz, tushunaman. Yurishda, ko'chada, boshqada. Kasal bo'lib qolsam, o'zim masalan davolayman, boshqa qila olmayman. Hech qanaqa anaqam yo'q. Sog'lomman, alhamdulillah, Xudoga shukr. To'ylar rejada to'y bor. O, juda ham katta tayyorgarlik. Bu ya'ni yaqin vaqtlar oralig'idagi rejalaringiz. Shaxsiy sirlar ham ochilib ketmoqda, asta-sekinlik bilan. 60dagi savol, lekin haligacha aktual. Face to face battle da juda ham ko'p ishtirok etgansiz. O'sha raqiblaringizdan biri, sizni yaqin do'stlaringizdan biri Jorji bo'lgan. O'sha battledan so'ng, o'sha shaxsiy suhbatimizda ham ko'p aytgansiz. Qandaydir bir pushaymonlik alomatini ko'rgandek bo'ldim sizda. Ya'ni bu battle edi, lekin uni qilmoqchi emas edim, to'g'ri tushungan bo'lsam. O'sha battledan keyin haligacha bormi o'sha pushaymonlik alomati yo Jorjining o'zi bilan qandaydir suhbatlashdingizmi? Suhbatlashdim Jorji bilan, men gaplashdim, telefonlashdim u bilan. Ya'ni bu vaziyat muhokama qilindi. Shu uylangan haqida eshitdimmi? Mana shunaqa xabar kelgandi, nomerini ber dedim. Kimdir berdi nomerini. Demak, gaplashib oldik. Kechmisan deb gaplashdim. U oldin qildim, 2 yilmi bo'lyapti, 1,5 yil bo'lyapti. Boya aytganimdek, eski mavzu bu juda ham, lekin aktual mavzu. O'zi oradan 5 yil o'tibdi. Birpasda qarang, haligacha shu men ko'rib qolaman TikToklarda nimalarda muhokamalarga sabab bo'ladi shu battle. Sizni bir radnoyingiz bor, Minor degan. UzRap'da. Shu vaziyatni muxlislarni qo'yib turing. Men, misol uchun, men uchun Green 71 ham, Minor ham yaqin inson men uchun hayotda. Ijod taraflama ham, shaxsiy hayot taraflama ham. Sizlarni shu munosabatinglarni tushunmayman. Bir qarasa dislashib yurasizlar. Bir qarasa bir video murojaatlaringiz chiqdi, Rustam aka deb murojaat qildingiz.
keyin yana orada diss-show bo'lib ketdi. Keyin siz davolanish kursini o'tayotganingizda u qandaydir qo'llab-quvvatlab storieslar qo'ydi va bugungi kunda yana o'sha diskga xullas Minor bilan Green 71 dushmanmi, do'stmi, kim bir-biriga? Bilmayman uni. O'zim ham bilmayman. Men u odamlar bir martami ko'rganman u odamni men o'zim. Ya'ni realda ko'rganman, birinchi festda. Tushunchi. Birda to'g'ri, birinchisi, to'g'ri. Ana sharmanda bo'lib ketganda ko'rganman. Endi aytadigan narsam u dis bo'lib ketishiga sabab men o'zim ashulani sotayotgan bo'lganman ish qilib. Ashulani sotayotgan bo'lganman, keyin sotganman, menga avanslar berilgan, pullar berilgan. Avans olganman, turgan bo'lgan, u demga tarqab ketgan, slip bo'lib ketgan. Tushunyapsizmi? Bolalar bo'lgan yerda. Anvar ham bo'lgan, Esbroslar bo'lgan, ular qo'shilgan u trekka. Bu ya'ni o'sha ikkinchisi, основной dis bo'lib qolgan muammoni aytyapman. Dis emasdi o'zi unga подумать qilib nom qo'yilishi kerak edi, boshqa qilinishi kerak edi, вообще sotilishi uchun. Keyin chiqib bo'lgandan keyin nom qo'yiladi deb yurdim, muammo qilib yurdim, onasini emsin, baribir yopilib bo'lmadi bu narsa. Ishqilib shunaqa bo'lyapti endi. Mana birinchisi u bilan Scooby Gang bo'ldi-da, u birinchi bo'lib Minor aytdi-ku, nimadir deb aytdi-ku menga. Hilarfonmi, nimadir deb aytdi-yu. Gallyutsinatsiyami deb aytdi. Shunga o'xshash gaplar bor edi. Dismas o'zi bir-birimizga bo'lgan aniq emas, u battle bo'lgan. Aslida battle track bo'lgan, u ikkalasi battle mana uzra degan bitta Kuba MKR degan bola uyushtirgan. Platit qilgan, u narsalar uchun, platit qilgani uchun aytilgan. O'sha 3 raund qilib. U Minor 3 raund aytdi. Minor yutib chiqqan o'sha narsada bo'ldi. Gonorar evaziga, ya'ni sizlar shunchaki battle qilib bergandinglar. Endi hozirda muammo yo'q, hech qanaqa Minor degan odam bilan hech qanaqa общение yo'q. Endi u odam men qanaqadir video qo'yganman. Onam bilan gaplashib, rasmga tushib yurganimni. Короче, kimdir stories qo'yganda, Minor qo'yib yuborgan o'sha, repost qo'ygan. Bu qaysi ma'noda? Bilmayman, o'zidan o'zi qo'yib yuborgan. Ya'ni sababiga o'zi ham izoh bermagan. Instagramda upaminat qilib qo'yganman-ku. Buni endi siz shunda salbiy qabul qildingizmi yo? Yo'q, salbiy hech qanaqa noto'g'ri qabul qilmadim. Izohsiz qoldirdingiz ya'ni. Mana Instagramga endi adminlarni kimdirlar kirgan, endi menga ulaytdi. Что Minor admin sani qo'ydi. Qaraganman, shu qo'ygan ekan ostidan. Ya'ni onangiz bilan birga tushgan. Onam bilan shu videoda men kartangni pulda albom qilaman deb chiquvdim-ku bir. Tushundim. O'shani aytganman-da. Yo'q, u salbiy emas edi. Uni esladim. O'shani qo'ygan video. U nimadir qilmoqchi-da, aytdi o'zicha bir nima xohlayapti-da, kulib qo'yganman videoni so'rayapti. Ya'ni kinoyali stories bo'lgan. Lekin o'zi unaqa muammo yo'q. Men hozir o'chirib yuborganman bu videolarni. Udalib qo'yganman. Tushundim. Ya'ni bu mavzuni yopmoqchisiz tushunishimiz bo'yicha. Men yopganman. Men hozir ochilmagan ham mavzu. Yo'q, menga endi masalan bolalar aytganda o'shanda mana shunaqa qo'y, mana ijodingga pul tikking kelmasa deyapti. Odamlardan pul so'raganda, tipa kartaga tashlasang, chiqadi yangi albom deb. Ya'ni xuddi donatga o'xshagan narsa. Donat qilsang, sen, короче, kafu qilsang, shunda chiqadi albom deb aytgan dedi. Men aytib ko'rdim bir marta, pul tushgan, bilmayman qanchadir pul tushgan. Unaqa ko'p pul tushmagan, o'zi bitta dona ashulani pul tushganmi shunaqa. Ya'ni mizer summa tushgan. O'sha chiqqan endi ashulani ham hozir o'chirib yuboraman. Spotify'ga ham qaytarilib qo'yilgan Aynbek degan ashula. O'zimga yoqmayapti o'shaning uchun shunaqa. O'zi shu battle masalasida ko'pchilik aytadi, versus bo'lganda Green imkoniyati, ya'ni Minor bilan versus shaklida MP3 battle emas, Green imkoniyati ancha oshib ketardi g'alabaga. Lekin har xil sabablar bilan bo'lmadi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Shu versus nima uchun qandaydir ignor qilindi raqib tomonidan? Versus hozirda ignor qilinmaydi hech kim. Yo'q, men Minor nazarda tutyapman. Ya'ni Farg'onaga kelinglar 25 million har xil u tarafdan kimlar aloqaga chiqdi, pul tashlab berishdi Minorga deb aldadi-da. Jamshid mana. Pul tashlab berishdi, senga ham tashlab berar ekan. Ertasiga yana jami 20 pul tushganmi, so'radim, tushmadi deb aldab yurdi. Keyin
minorga tashladi deb gapirishda endi battle bo'lar ekanda tez kunda dedim. Bo'lsa men chiqaman dedim. Hozirda yo'q. Chiqish anaqa agar mabodo kimdirga muammo kerak bo'lsa, chiqsa shu Versusga men chiqa olaman Versusga. Chiqmayman degan joy. Ya'ni raqib darajasiga qarab albatta. Darajasiga qarab emas, o'zi umuman qanaqa MC u. Battle MC mi rosa kelsin, battle MC bo'lsa ham chiqiladi u bilan. Tushunarli. Rapga masalan ashula aytmasdan, to'lka shu faqat Versusga chiqib yurgan bola bo'lsa, o'zbek rapida. Mana shu Versusda Toshkentni versi, Halilov versusini aytaman sizga. Face to face battle. Face to face aytaman. Men boshlanishiga audio battlega chiqishim mumkin. Qilinsa o'sha face to face da finalgacha qilinsa. Unda chiqiladi, keyin agar videoli battle bo'lsa, unga ham chiqiladi. Tushunarli. Rahmat. Java bilan unaqa emasdinu ashulangiz chiqqandi, hitga aylangan va hanuzgacha. Shunda gap eshitganmiz, klipdan ko'nglingiz to'lmagan, ya'ni umuman boshqa syujet sizga taqdim etishganda, lekin premyeradan keyin qanaqadir montaj deydimi, bir shunaqa gap eshitganman. Ya'ni na Javani, na Green 71 shu klipidan, ashuladan emas, klipidan ko'ngil to'lmagan degan. Qanchalik rost shu gap? Javani klipidan ko'nglim o'sha duetni nazarda tutyapman. Ya'ni unaqa emasdinumi klipi u klipi o'zi Java o'zining kanalidan qolsa ham, uni kanalida qolsa ham, u klipni olish kerak edi. Meni niyatim qo'ydirish uni plashatkalarga yana. Tushunasizmi? Agar ko'nglim to'lmaganligidan emas, to'ladi ko'nglim. Agar o'sha klipni yana boshqa plashatkalarga, kattaroq anaqalarga, YouTube kanallarga qo'ydirilsa-da. Ya'ni jiddiyroq plashatkalar. Yaxshiroq plashatkalarga. Tam erta Nevo Music ответda deb qo'yapti-da u odam, lekin Nevo Musicda yo'q klip. Tushunasizmi? Lekin Nevo Music turibdi o'sha Java bilan anaqa bo'lganda. Men ko'zim ko'rindi, shunaqa emas, adashmasam. U klipi endi mayli u bo'larish bo'ldi. Uni MP3si yaxshimi baribir? MP3si zo'r. MP3si yaxshi. Bo'ldi, MP3sini o'zi yaxshi. Klip ikkinchi masala bor. Chiqilmagan joy bor. O'sha yerga chiqiladi undan ko'ra mana qayerga chiqilishi mumkin. Kattaroq sahnaga chiqiladi o'sha etilib shu ashula. Men o'zi Javaga yaqin aloqadagi chiqdim. U Java ozgina gaplashdim. Yaxshi, zo'r. Ahvoli yaxshi, uni ham ahvolingiz tinchmi, точныйmi, yaxshimi o'zi? Rostdan tashib ordingizmi, tam shunaqa gaplar. Endi men unga aytdim, "Aka, anaqa ko'rishaylik" dedim. Menimda короче ish bor. O'sha ishni hal qilaylik, menimda borishaylik, menimga chiqaylik undan ko'ra, sahnalarga olib chiqaylik undan ko'ra shularni. Shunaqa gap. Shohruz Abadiyev bilan ham yaqinda duet chiqdi. Qanchalik mana adaptatsiya olish muhim yoki qiyin siz uchun? Mana underground bor, lekin show biznesda umuman boshqa talablar u yerda. Qaysi biri qiyinroq sizga? Tushunarli, show biznes ham qiyin bo'lsa kerak, chunki nazarimda xuddi siz uchun begonadek, begona muhit deydimi, nima deydi? Begona yo'nalishdek. Mana shunday show biznes uchun qilayotgan, chiqarayotgan ashulalaringizda qanaqa qiyinchiliklarga duch kelasiz ijodiy tarafdan? Tekst yozishdami yoki bir o'sha adaptatsiyaga moslashishdami? Savolni to'g'ri qo'ygan bo'lsam agar. Show biznesga keladigan anaqa moslamasini aytmoqchi. Ya'ni ijod, u yerda chunki talablar umuman boshqacha, o'zingizdan bilasiz u yerda. Endi talablar boshqacha, что men yozaman. Men noto'g'ri yozaman-da ashulamni. Show biznesga endi yozsam. Menga aytishadi, uydagilar masalan ko'proq tekshiradi, shu ashulamni aytishi deyiladi. Aytib beraymi deyman bir xil vaqt. Yoqmadi menga deyiladi. Zachем yoqmadi sizga? So'kosam, mat qo'ysam bitta deyiladi. Matni olib tashlay deyiladi. Matni olib tashlaysang, bemalol show biznesni aytib yura olasan. Ya'ni menga ko'proq yoqadi shu mat bilan aytish, chunki men o'rganib qolgan ekanman. Endi hozir 7 yildan emas, 10 yil, 15 yil bo'lib ketdi. 10 yildan oshyapti-yu o'sha ijodimga deydi. Demak, birinchi komissiya, hay'at a'zolari bu sizning oila a'zolaringiz. Ular eshitib ko'rishadi va keyingi qadamlar tashlanadi. Dispanserda uzoq davolandingiz. U yerdagi muhitni bilmaymiz. Siz o'sha stories yozdingiz. Bu albatta shaxsiy savol, uzr so'rash kerak avvalo. Nimalar bo'ladi dispanserda? Dispanser endi bilmayman, men dispanser gapirgim kelmaydi. Kelmaydi, demak, shunchalik anaqa bo'lib qolgansiz. Mayli, endi bo'lganman, men больницада yotganman men. Lekin hozir masalan kasal bo'lsam, больницаga yotgim kelmaydi, tushunasizmi?
qaniydi man shu banisiga yotmasam, undan ko'ra shu uyda davolanib deb yotsam. Nima qilaman? Undan ko'ra 1,5 yilga masalan 2,5 yil umrim o'tib ketdi-da mana 2,5 yil umrim o'tib ketdi. Zo'y o'tib ketdi. Men xohlamaganman unaqa joyga tushishni, tushunasizmi? Lekin majburiy o'sha yerga yotiladi. Shu uchun. Asosan o'smirlar o'sha taqiqlangan moddalarni iste'mol qilish, endi statistika bo'yicha oladigan bo'lsak, siz hattoki post ham qo'ygandingiz, ya'ni bu yo'llarga kirmanglar, oxiri mana bunaqa tugashi mumkin deb. Nima maslahat berasiz yoki qanaqa tavsiyalar berasiz? O'sha ko'pchilik aytadi, mana kirib qoldim, endi chiqa olmayapman deydi. Ya'ni tupik oxiri deydi. Nimadan boshlanadi tuzoqqa ilinish o'zi dastlab agar? Tuzoqqa ilinish? Nimadan boshlanadi? Birinchi mana boshlanishi. O'sha bu savolni nima uchun beryapman? Gap siz haqingizda emas. Bu yerda gap o'sha kelajak avlodni, ayniqsa o'smir yoshlarni mana shu yo'ldan, ya'ni siz ogohlantirib qo'yish, ko'zingizga bir chiroyli, ziynatli bo'lib ko'rinadi aslida, lekin oxiri последствиялari qiyin bo'lishi mumkin degan maqsadda aytilyapti bu narsa. Ijodda. Ya'ni nimaga aldanmasligi kerak yoshlar? Ijoddan? Yo'q, taqiqlangan modda. Taqiqlangan moddalardami? Modda bilmayman. Xohlagan narsasiga aldanmaydimi? Xohlasa ichsin, xohlasa chaksin. Yo'q, siz hozir bu mana o'sha ko'rgan inson sifatida ravo ko'raman demoqchimisiz bu narsani? Agar u odamni o'zini chakishi, o'zini anaqasi bo'lsa, chakirsin, lekin ichkilik harom. Ichkilik mana xamir ichishi, boshqa qilish harom bu narsalar. Alkogolga berilgan bolalar, viski, konyak qo'yganlarni aytaman. Konyak ichi deb qo'yadi-yu, u o'zi ichsin, undan ko'ra kimdirga maslahat bergandan ko'ra deydi. Menda masalan hozirda men o'zim bunaqa narsalar qilmayman-da. Chunki harom turgan ekan. Tushirib oladi anaqani, aktivi tushib ketadi odamni, tushunasizmi? Aktiv deganda ya'ni ruhiyatingiz qotib qolib efirga chiqib qolishi mumkin. Bir nima deb qo'yishi mumkin. Bilmagan holida, kuchli holida o'sha vaqtda endi ichgan bo'ladi-da odam. O'zini boshqara olmaydi. Bilmay bir nima deb qo'yadi o'sha vaqtda. Nima bo'ladi o'sha? Bilmay noto'g'ri gapirgan uchun. 5 yil istirodat qilish kerak qatiladir. 5 yil masalan muxlislari o'zidan yuz o'girib qolishi mumkin. Ham yaqinlari. Shunaqa. Shu uchun ichkilik harom. Bu vaqtida birinchi bo'lib masalan efirlarni, ijodlarni qilib turib, keyin bemalol masalan har oyda bir marta qilsa bo'ladi o'sha narsani. Ya'ni normada, me'yorida. O'zini me'yorida emas. Har oyda bir marta xohlaganicha ichsin, shu kun hol masalan deylik. Qism. Faqat bunaqa joylarda qilinmaydi-da. U o'zini joyida qilinsin, bunaqa narsalar deylik. Tushunarli. Tatularni ko'ryapmiz, o'chirishni boshlabsiz. Men Kimat qatnadim hozir. Bu qarorga nima sabab bo'ldi kelishingizda? Faqat yoshlik urgandim demang faqat. Yosh bola bo'lganman, urganman. Vaqt 6 yilmi, 5 yilmi bo'ldi, urganman. 4 yil, 5 yil. Hozir o'chirtiryapman, endi yoqmayapti o'zimga. Oqartirish xohlaman. O'chmasa o'chmadi. Chunki Kimat qatnadim, men hali o'zim o'zgarish ko'rmadim. Uydagilarga aytsam, oqaribdi deyishyapti. Grimmi, armonmi? Sevgi, armon bor. Faqat sevgi armonim mana. Kitob o'qish bilan yurganman. Yaxshi ko'rganman o'sha armon. Shu sevgi bu armon nimaga bunchalik seriallashib ketdi va uni oxirgi seriyasi nechi? 5 oxirgisi. Boshqa chiqmaydi. Undan keyin chiqmaydi ya'ni. Umuman chiqmaydi boshqa. Buni sababi qandaydir o'sha voqeani yoritib bera olmaganingizda bo'lganmi yo shu ashula hid darajasiga chiqqani uchun uni davom ettirishga o'sha marketing taraflama qaror qilganmiz? 2-3 anoshkalar bilan chiqib ketdi qaysida soni 3-chi adashmasam. Hech qaysi ashula emas, remix chiqqan anoshka bilan. Yo'q, hech qaysi ashula 5 gacha borganini esimda yo'q. Uzog'i bilan 3 ga troyetsa bo'lardi. Sizniki 5 ta bo'lib ketdi o'sha. 5 ta 6 ta bo'lib ketgan. Endi 3-qismi bor, 3-qismidan keyin remixi bor-da o'zi. Просто uni men remix video qilganman. Videoni ham o'zim telefonga olib turib, telefondan olinganda, masalan, o'sha klip manaqasi deyishayotgani. Mut videosimi, nima? Mut video. Telefondan olingan, ochcha telefonda degan Moskvada ishlab ko'rilgan u videoga. Keyin remix video qilib chiqarganman. Shular ham remix o'zim qilganman. Shu DJ Green bo'lib ijod qilingan. Tushundim. Boshida DJ Green bo'lib ijod qilingan. Etga yozilgan Green 74, потом remix video, shu chumol qandoq. Ichida kimdir aylanyapti, kimdir remix aylanyapti, tipa shunaqa.
nima uchun Greenni asosan tungi klublarda ko'ramiz chiqishini, katta sahnalarda kam namoqsiz? Bu litsenziya bilan bog'liqmi yo qanaqadir takliflar? Yo'q, men litsenziyam bor meni. Litsenziyangiz bor? Ha, men litsenziyam bor. Platin qildim men yaqinda litsenziyaga. Ko'rishdim, gaplashib keldim aka bilan ham Jasur aka Miromonovichmidilar, Mahmonovichmidilar, mana shu yerlar. Shu odam. Green oxirgi marta qachon ko'z yosh to'kkan va nima sababdan? Oxirgi marta ko'z yosh to'kkanmanmi? Voy, eslolmayman men ko'z yosh to'kkanimni. Ya'ni bu kuchli insonligingizdanmi yo sizga baribirmi hammasi? Yo'q. Namoz o'qiganimda yig'lagandim bir. O'shanda ko'z yosh to'kkan so'nggi marta. Qamalib qolgan vaqtim. Yig'laganman. Bu Zangiatada adashmasam. Zangiatada Toshturmada bo'lganman. Toshturmada yig'laganman. Bu birinchi marta sababam bo'lgan yig'lashimga. Endi men aniq 15 kun bo'lgandi qamalganimga. Mani bu jonim olamdan o'tib qolganlar-da. Ya'ni siz qatnasha olmagansiz janozalarga va bu narsa og'ir botgan sizga. Men stressga tushib qolganman. O'sha vaqt. Men ham ketib nima qilganimni bilmay, kolonkaga o'zim kelganman. Что kolonkada ham paykalarim bo'lganman men kolonkada. Payka nima deyiladi? Jazolanadi odam. O'shani endi izoh bering demoqchi edim. Unaqa narsalarga qilgan ishiga endi qanaqa jazolanish aytaman, bir aytaman, sizga o'zingizga aytaman. Ular odamlarga ayta olmayman. Tushunarli, shaxsiy. Bu bo'lgan, masalan, panelga kirishimdan oldin jazolangan, anaqa deyiladi. Tushib qolishi mumkin bo'ladi-yu, laxmachilarga tushib qoladi. Masalan, laxmachga tushganman-da, ko'p kirganman-da laxmachga. O'sha hayotingizdagi eng og'ir nuqtalardan biri, o'zi umuman yarangizni yangilamoqchi emasman. O'sha adashmasam o'tgan yil bir behayo lavha chiqib ketdi. Buni siz sun'iy intellekt deb izoh berdingiz. Har xil mana haligacha o'sha 69 haterlar tarafdan moykacha bir nimalar bo'ladi. U voqeani batafsil so'ramoqchi emasman. Savolni sal boshqacharoq beraman. Nima xulosa qildingiz va qanday o'zgarish bo'ldi o'sha videodan keyin? Umumiy bu, ya'ni qanaqa o'zgarish bo'lmadi. Hammasi normalniy, kimdirga вот anaqa qilyapti. Чтобы kimdirlar hate qilyaptimi, qiziqyaptimi, men nima qilib yuribman? Menga masalan, zachем bular aralashadi? Вот men masalan qo'ygan masalan seks anaqa aloqalarimga boshqalarga. Ya'ni shaxsiy men qanaqa yursam unga nima, eshitmaydi, men maza qilib mana shularni. Undan ko'ra eshitib yurmaydi. Men nimadir endi tarqatmoqchi, endi o'zi u narsaga hozirda menda hech qanaqa ответ boshqa yo'q. Unaqa video bo'lmagan, bo'lmaydi ham. Siz nima deb o'ylaysiz? Kimga kerak bo'lgan shu narsa? U sun'iy intellekt u narsa, tarixi uzun, hech qanaqa unaqa narsa bo'lmagan. Tushunasizmi? Shunaqa gap. Yo'q, kimga kerak bo'lgan deb o'ylaysiz bu narsa? Muxlislar bo'lgan, mana shunaqa masxarabozlar bor, odamlar bor, qilgandir shunaqa narsa. Ya'ni g'alamizlar deyiladimi? Shunaqa. Betarbiyalar bor, mana shunaqa narsalar qilib yuradi. Sizga podstava qiladi, shunaqa. O'sha voqeadan keyin ko'pchilik o'sha sizni qo'shtirmoqchida radnoy deb yurganlar birdan yoningizdan g'oyib bo'lishni boshlashdi va hozir ko'ryapmiz, ayrimlari yoningizga qaytgan. Bir xillari o'sha video обращение qilib hatto chiqishgan. Bo'ldi, men Green haqida mendan so'ramalaring, u meni qiziqtirmaydi deb endi kimligini muxlislar yaxshi bilib turishibdi, kimlar ekanligini. O'sha insonlarni yana yoningizda ko'ryapmiz hozir. Qaysi yo'z bilan kelishdi? Hozirda yo'q. Men endi bir-ikki marta kelib xabar olib ketadi. O'shalar kelib, chort bo'lib xabar olib ketadi, chort bo'lib ketadi degansa. Yo'q, tasavvur qiling, men misol uchun aytsam, Greenni umuman mendan so'ramalaring, ishim yo'q deb yana video обращение qilib hammaga murojaat qilsam-da, keyin oradan bir yil o'tgandan keyin hech narsa bo'lmaganda oldingizga kelib, o'rtoq yoki ukam yoki aka. Sen chortmi? Qalay desam? Chortmi bo'ladi? Oxirigacha hayotida chort bo'ladi. Bir umr avlodi ham chort-da ularni shu uchun. Shunaqa hate qiladi, orqadan bosh qiladi, lekin oldingizga kelib gapirib turadimi? Ma'lum-da, bir nima qilib qo'yishingizni kutadi ular. Vaziyatini kutadi-da. Shu masalan bir nima qilsin, puli bor, tam bir nimasi bor-ku buni deydi. Men buni to'mlik qilaman, bu menga qila olmaydi, chunki bu yaxshi odam deydi-da bu. Yaxshi odam bu, odamlarga yomonlik qilishni yomon ko'radi, anaqa yaxshi ko'radi.
tipa yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi, men yomonlik qilishni yaxshi ko'raman, tam unga. Shunaqa odamlar bor, siz yaxshi odam bo'lsangiz hamchi odamlarga masalan hozirchi o'zim umuman odamlarga hozir po'xoy jonsiman. Po'xoy odamlarga. Baribir. Boshqa qiladi. Po'xoy odam. Shayton bor mana. Shayton nima qilingan shayton? Tepada. Alloh tomonidan. Alloh aytgan masalan odam bor deylik. Men odam yaratdim degan. Odamga ham sen bo'ysunishing kerak. Yo'q, men bo'ysunmayman degan. Shayton. Allohga. Keyin Alloh aytgan. Bo'ldi unda sen o'lib qilasan jahannamga degan. Keyin odam nima qiladi? Qancha gunohi bor, boshqasi bor. Shayton bor deb tushunasizmi? Baribir. Shayton, noumid shayton. U masalan Alloh aytgandek, agar bandam qanaqadir gunoh qilsa, gunoh ish qilsa, agar subhanallohu alayhi va bihamdihi desa deydi, ana o'sha vaqtda daryoda qancha suv bo'lsa, o'z dunyoda ana o'shanchalik gunohi bo'lsa, men kechiraman deydi. Tushunasizmi? Buni mag'zi bor bu gap. Kitoblarda ham, boshqada ham yozilgan. Shayton bilan kurashda qanchalik g'olib bo'ldim deb o'ylaysiz? Men g'olib bo'laman. Endi shayton bilan kurashish uchun odam namoz o'qish kerak bo'ldi. Yagona yo'li shu. Yoningizdagi o'rtoqlaringizni o'zgartir, yon atrofingni o'zgartir deyshadi. Qanaqa qilib o'zgartiradi odam yon atrofini masalan? Keladi-ku baribir yonidagi eski birodarlari kelib xabar olgani kelsa, "Yo'q, men sen bilan yurmayman" deydimi? "Men bu bilan yuraman, chunki sen yomon bolasan" deydimi? Nima deydi? Hech nima deya olmaydi. Kelsa mayli gaplashib o'tiraveradi. Undan ko'ra uch. Tushunarli. Green nimani yoki kimni yo'qotishdan qo'rqadi? Men Mani yo'qotish qo'rqaman. Narsalarimni yo'qotishdan qo'rqaman. Ya'ni shaxsiy buyumlarni nazarda tutib. Masalan, kashlogimda nima bor? Pulingiz bor. Shu anaqada sumkamda pul, tam bir nimalar bor deyiladi. Bu yerda juda ko'p narsalar bitta. Bittasi yo'qolib qolsa, jahlim chiqadi. Qayerdadir qoldirdimmi, tushib qoldimi? Meni men cho'nchagim masalan telefonim bo'lsa, tushib qoladi deylik. Telefonlarim tushib qolib ketsa o'tib taksilarda bu yomon asabim buziladi men. Ya'ni o'zingizga tegishli bo'lgan hamma narsani qo'rqasiz deb biroz kutilmagan javob bo'ldi. Grim bilan fit qilish va uni konsertga taklif qilish qancha sir bo'lmas gonorar? Bilmayman, men gonorar haqida gaplashishni yomon ko'raman-da. Ular qilsa. Yo'q, siz bilan gonorar haqida gaplashaveraman, shto'mi? Telefonda so'ragim kelmaydi shu gonorarimni-da, men yoqmaydi menga. Unga men o'zim xohlagan summani aytsam, u to'la olaydimi hali u pulda-da? Men o'shanaqa odam, o'sha odamni ko'rdim, o'sha Joker ko'rinishiga kirib chiqa olishimga deydi o'sha yerda. Yo'q, misol uchun aytaylik, men Qarshidan yoki Xorazmdanman. Chiqdim qandaydir klub egasiman yoki bir konsertda ko'rmoqchiman. Nech pul mana Green sizni bir rovga aytaylik o'sha yo'l pulingiz, prajevaniya ham kiradi, to'g'rimi ichiga? Toshkentga, ya'ni Toshkentdan kelib ketishingiz taxminan qancha sir bo'lmasa? Viloyatlar. Yo'q, bu savolga majbur emassiz javob berishga, sir bo'lmasa faqat. Bilmayman, men pul haqida gaplasha olmayman. Men boraman, chotki bo'lish uchun boraman, men $15,000 boraman. Chotki qilib tashlash uchun, rostlikasini haqiqiy narsa qilish uchun. To'laqonli dastur haqida nazar tutyapsiz. Bir rovga bo'lsa-chi. Bir rovga borishim, bilmayman, $1,5 kimlarga boraman. O'sha atrof. O'zim uchun boraman. Men hozir endi bu gapim ham hozir noto'g'ri men bu gapim. Hozir men pulini aytib, men tana qilib. Yo'q, bu qanaqadir reklama yoki nima emas. Organizator o'zi aloqaga chiqib, через kimdir gaplashib, "Manta короче menga aytsa-da, manta $2,000 bor ekan" desa, men boraman shu. Qayerda ekan shu $2,000? Mengacha pul yoqadi-da. Menga ko'proq pul meni qiziqtiradi meni. Pulim bormi, meni hamma narsam bo'ladi shunda. Tushunasizmi? Yonimda pulim bormi, значит hamma narsangiz bor. Hamma narsam bor meni. Menga ko'proq pul qiziq. Keyingi ikkinchi masala qoldi. Faqat pul hamma narsani hal qiladi. To'g'ri. Umuman inson borki, pul uchun harakat qiladi, qaysi sohada bo'lsa. Pul, chunki men yoshligimdan men ishlaganman. Qat'iy nazar. Pulni men bilaman-da, qanaqa yaxshi narsaligini. Green 71
mashhurligini qadriga yetmaydi deyishadi. Shu gapga fikrga qanchalik qo'shilasiz? Mashhurlikning qadri bor ekanmi endi? Mashhurlikning qadri yo'q, okey? Yo'q, bu jamoatchilik fikri, meni shaxsiy fikrim emas. Mashhurlikning qadri yo'q, okey? Hech qanaqa. Mashhurmi odam, mashhur bo'lib yura oladi baribir. Xuddi o'sha dastajeniyaga chiqqanmi, o'sha obro'da bo'lganmi odam, kimdir kelib to'sqinlik qilsa ham, kimdir kelib sindirib yuborsa ham, u baribir xuddi o'shanaqa anaqada qoladi, urg'inda qoladi. Ya'ni daraja saqlanib qoladi. Urg'ini baribir xuddi o'shanaqa urg'ini tushmaydi u odam. U aldov, odamlarning fitnasi bor. Odamlarning ichida shayton bor dedim-ku, baribir shayton bor. Kelib turib bir nima qilib ko'radi. Lekin shuncha qilgan obro', shuncha yig'gan narsangiz, shuncha yig'gan obro'yingiz, u hech qanaqa qadr-madrda emas, u narsani qadri yo'q, obro'ni boshqani, mashhurlikni. Mashhurmi odam bo'ldi, mashhur bo'lib qoladi baribir. To'g'ri, baribir mashhur bo'lib qoladi, lekin hech qachon sinadi degan joyi yo'q. Mashhur odamni sindirib bo'lmaydi. O'zbek rapiga nimalar yetishmayapti deb hisoblaysiz? O'zbek rapiga nima yetishmayapti? Trap yetishmayapti. Trap yetishmayapti, azgina. Ko'proq trapga ishlash kerak, azgina trapga ham ishlab qo'yinglar bundoq. Minuslarga endi aytadigan bo'lsam, freestyle ko'p qilinglar. Freestyle qilib turish kerak. Freestyle o'qib turish kerak, любой minusni qo'yish kerak YouTube'dan. Какой-то reperning minusini qidiringlar. Ana o'sha reper minusiga, rostakasini, ofitsialniy rostakasini to'g'ri minusiga shundoq qo'yib, type bitlarni aytmayapman. Type bitlarga o'qish u xato. Men uchun xato, qolganlar uchun bilmadim. Qolganlar uchun qanaqa? Ko'proq minus reperlarning minusini qo'yib, ana o'sha reperlarning minusiga freestyle ishlat qilish kerak. Keyin o'shanda o'rganadi ham, o'ziga ham plus bo'ladi. Trap bo'lsin, основной minusi o'sha odamni. Trapper bo'lsin, qanaqadir может вот Lil Pump, Gucci Gang minusi bor-da. Siz hozir shunda new schoolga ya'ni shama qilmoqdamisiz? Trap bu new school. New school trap da shunaqa. Green qaysi sport turiga qiziqadi? Men boksga qiziqaman. Qaysi sport turi bilan shug'ullanadi Green? Hozir sportchiman deb aytdingiz, lekin yo'nalish aniqlashtirilmadi. Zalga chiqaman. Fitness trenajyorga ya'ni. Fitnessga chiqaman, keyin boksga chiqaman. Boksda kumiringiz bormi? Kumirim boksda. Xorijdan bo'lishi ham mumkin, misol, o'zbek bo'lishi shart emas. Mana men misol Manny Pacquiao'ni muxlisiman. Pacquiao boksda. Roy Jones обязательно. Ya'ni Roy Jones xatti-harakatlari o'zi qanaqadir shouga O'zbekistonga kelganda ham ko'rganmiz bu narsani. Roy Jones bor. Birinchi o'rinda men uchun. Qolganlari bor yana. Roy Jonesdan keyin yana Muhammad Ali bor. Boks qiroli. Curtis Jackson kim edi? O'shamidi. Curtis Jackson bu 50 Cent bu. Artur Grigorian kosmonavt deganda. Tushundim. Endi to'kkan gapim shu Muhammad Ali. Negr-ku endi bari. Qora, tushunarli. Muhammad Ali Mayweather. Floyd Mayweather yani. Floyd Mayweather. Shular. Pacquiao'ni ham taniyman, u ham yaxshi. Tushunarli. Green blitz savollarga kelib qolamiz. Ya'ni qisqa savolga qisqa javob. Sevimli taomingiz? Sevimli taomim. Turkcha ovqatlar aslida. Turk kuxnyasi ya'ni. Sevimli rangingiz? Sevimli rangim pushti. Yashil emasmi? Yo'q. Pushti. Yashil u просто звание. Tushunarli. Sevimli mashina rusmingiz? Sevimli mashina rusum. Xo'p, sevimli mashina. Mustang. Mustang. Я люблю Mustang. Черный Mustang я люблю. Qaysi fasl yoqadi? Qaysi fasl? Bahor. Bahor fasli. Bahor fasli. Xo'p, Real yoki Barsa? Barsa. Hala Madrid. Xo'p, sevimli filmingiz? Sevimli film.
Garri Potter. Garri Potter. Luiza Rasulova yoki Sinur? Kimlar? Adashdim. Luiza Rasulova yoki Shahlo Ahmedova? Qaysi biri? Kimni biladi? Bu aktrisalar. Bittasi qo'shiqchi. Tanimayman men faqat ikkalovini. Bilmayman. Rasmini ko'rsatingchi bilaman. Ana xolos. Xo'p, Luiza Rasulovani shartmi rasmini ko'rsatish? Yo'q. Ko'rsatingchi. Rasmiga qarab baho berishim mumkinmi? Xo'p, bo'ladi. Luiza Rasulova. Bu aslida blitz savolida, hozir. Luiza Rasulova. Shu. Shahlo Ahmedovani ko'rmaysizmi? Ko'rsating. Hozir. Bolalarni ajali emish internetdagi ma'lumotlarga qaraganda. Bu kishi ham Shahlo Ahmedova bo'ladi. Men qattiq ko'rganman. Mashina-yu. Yaxshimi shu? Yo, bizga sizni tanlovingiz qiziq. Birinchisi yaxshi-a u. Luiza Rasulova demak, sizni tanlovingiz. Xo'p, pul yoki oltin? Oltin. Oltin. Ko'k choy yoki Urgut choyi? Ko'k choy. Sevgi yoki seks? Seks. Qoyila. Green deyarli yaqinlashib qoldik finalga. Jonli ijro so'rashibdi. Istalgan ashulangizdan. Xohlasangiz telefonga qarab aytib bersangiz ham bo'ladi. Agar yoddan aytib bersangiz ham farqi yo'q. Agar bo'lmasa bir kuplet Green jonli ijroda naqadar mahoratli ekanini hozir endi aslida ko'p bor guvoh bo'lganmiz. Yana bir bor guvoh bo'lish uchun Ben keldim, eshitgan rapim, mayli mana men eshitaman 50%. Gamer, welcome, street trendim. Kalingga kepka, tank jala ember. Bitta kellaringchi nima chilon zorda. Nega lahmachilar ko'payib qoldi sebzorda. Ketmani rayonim, kemi bettiravera. Ichidagi city betta man avtoritetman. Tushunmadim kimdir mani ne putro debdi. Mana shu bu dabba dardimni yebdi. Menga kerak psixolog, kerak menga braga. Shu uchun kerak bo'ladi menga svagalaga. Cho'ta bitch bo'lsam, soxta bo'lsam yoki birga bir ko'ramizam o't kim qopdi, kim bo'tdi Sheyx Xo'za, kim bo'tdi Abrams. Mana taka tankman, paraxodda manman. Ketib qolsam Zoroga qidirib yurman, brat. Men beti Pabloman, istifoga ketdim. Chesni gapim jackpot bu ko'chirib uchun signal. Ko'chirib bo'lmadi, davom etaman qizumaman. Men aytadi senga yotibsan u yerda. Allohni ham senga rahmi kelmaydi. Bir tinga qimmat qilib o'zingni uyaltir. Mana operatsiya qilib boshingdan ayrilib kerakmi? Yetib bu degani boshim uzilishimi mani? Mani ismim Shohjahon, bankalarim bor mani. Chonchilarim ishgan, pul mendan avalim. Senga kerak bo'lsa 50, mani ishtaman mani. Yo bo'ldi, yo'qmayapti qatta sani asalim. Sog'indim seni bular arzimaydi so'kishga, arzimaydi getiga, arzimaydi pechga, arzimaydi vechni turmada o'tirishga. Yapıyoruz bak. Green avvalo tashrif uchun rahmat. Juda ham mazmunli suhbat bo'ldi. Men o'ylaymanki, muxlislar hamma o'zini qiziqtirgan savoliga javob oldi. O'zi savollar mazmuni bir xil keldi. Misol uchun 10 ta savol bir xil mazmuni bo'lgani uchun biz harakat qildik o'sha bitta ma'noda berishga savollarni. So'z yakunida agar marhamat muxlislaringizga tilaklaringiz umuman O'zbekiston ahliga sizni kuzatayotgan, sizga ijodingizga befarq bo'lmagan insonlarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Hammalarga rahmat kattakon, yaxshi cho'tki kutib olganinglar uchun. Men xursandman. Благодарю. Всем спасибо. Мы пришли к вере, что сила боли могущественнее, чем мы, может вернуть нас к здравому мыслю. Спасибо. Bu hozir Qur'ondan fraza bo'ldimi? Yo'q. Shunaqa shunchaki fraza. Hayotdan to'g'ri fraza bo'ldi. Tushunarli. O'zra podkast songining ikkinchi sonini
yopiq deb e'lon qilamiz. Bugungi mehmonimiz o'zbek estradasidan ham hatto yorqin yulduzlardan biri Green 71 bo'ldilar. Yana yangi efirlarda ko'rishguncha xayr.